issiqqina choyning mazasi, foydasi haqida ko'p eshitganmiz. Ammo bugungi navbatchiligimizda qaynoq choydan kuygan bolakay olib kelindi. Berilgan ma'lumotlarga qaraganda soat 02:30 larda olib kelingan bu bemor bolakay qarovsiz qolgan mahalda yuqorida turgan qaynoq suvni o'ziga tortib yuboradi va kuyish jarohatini oladi. Navbatchiligimiz davomida bizga 1,5 yosh atrofidagi bemor olib kelindi. Ota-onasining gapiga qaraganda bemorimiz issiq suyuqlikni o'ziga tortib yuborish natijasida tanasining 17% kuygan, 2-3 A darajali kuyish kelib chiqqan. Hozirda bemorimizga kerakli davo choralari olib borilmoqda. Bemorimizning umumiy holati stabil og'ir holatda. Deyarli har galgi navbatchiligimizda kuyganlar bo'limida bolajonlarni ko'ramiz. Aslida bunday ko'ngilsiz hodisalar har bitta ota-onaga xulosa bo'lishi kerak. Siz ham farzandingiz xuddi mana shunday tarzda azoblanishini istamasangiz, ertaroq ko'zingizni oching. Yaxshiyamki shifokorlar bor, bolakaylar dardini tiliga chiqara olmasa-da, ularning ahvolini yaxshilash uchun tunu kun xizmat qilishmoqda.